Leo Messining yaqin yillar mobaynida hech kim takrorlay olmaydigan aql bovar qilmas rekordlari. Sizga qiziqmi? Meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men boshladim. Demak, birinchisi 48 ta rasmiy yutilgan kuboklar. Hali beri menimcha hech kim yeta olmasa kerak. Bir kalendar yilida 91 ta gol. Faoliyatini davom ettirayotgan futbolchilar orasida bunga yaqinlashadigan futbolchining o'zi yo'q. Ketma-ket 4 marta oltin to'pni yutgan va oltin to'plari sonini 8 taga yetkazib qo'ygan. Hali bu natijaga menimcha oxirgi 50 yil mobaynida hech kim erisha olmasa kerak deb o'ylayman. 6 ta oltin butsa. Bu ham menimcha ancha-munchaga yangilab bo'lmaydigan rekord. Bir klub uchun eng ko'p gol urganlar orasida ham Lionel Messi 672 ta gol bilan birinchi o'rinda turibdi. Bitta klubning o'zida. Va bitta mavsumda liganing o'zida 50 ta gol urgan. Bungacha Cristiano Ronaldo yaqinroq kelgan, lekin 50 tadan o'tkaza olmadi. Va Argentina terma jamoasida 115 ta gol bilan birinchi o'rinda turibdi. 407 ta assist bilan dahshatli statistika qayd etib turibdi. Faoliyatini davom ettiradiganlar orasida bitta Müller bor edi. Menimcha Müller ham faoliyatini tugatdi. Hech kim yetolmasa kerak. Men bilmagan Lionel Messining qanday rekordlari qolib ketdi. Kommentariyada yozib ketamiz.